hammaga hello YouTube ahli, sizlar bilan Drazen do'stlar. Bugun yana o'sha qishloqdamiz. Mana qasr qurildi qishlog'imizga. Bu qasr menga tegishli, menga tegishli. Sandiqning ichida to'la pul bo'lsa kerak. Bu esa merning uyi. Mer hozircha uyida emas, u safarga ketgan. Va men merdan mana bu eski uyni sotib oldim. Arzimagan pulga sotib oldim. Lekin bu juda eski uy ekan. Men buni ta'mirlamoqchiman. Hozir ishlarini ko'rsataman sizlarga. Mana o't o'sib ketgan, tomlari chirib ketgan, pollar ham chirigan. Men bu yerni ta'mirlashim kerak va restoran qurmoqchiman do'stlar. Bu menimcha ajoyib fikr. Qishloqda chunki restoran yo'q. Agar men restoran ochsam juda yaxshi bo'ladi. Va men hamma resurslarni olib kelib qo'yganman ovqatlargacha va shuni boshlasam ham bo'ladi. Kerakli narsalarni olib olaman. Kerak hozircha. Bo'lmasam boshladik. Boshqa qurilmalarni olib chiqamiz. Menimcha bo'ldi. Qurilmalar o'zi kim ekan? Kirka ham kerak ekan bizga. Lekin bizda kirka yo'q. Hammani nima qilamiz? Qo'lda sindiramiz. Oz qoldi. Juda qiyin ekan lekin qo'lda sindirish. Mana buni ham sindirsak, menimcha bo'ldi. Bular hozircha turaversin. Bularni olib tashlash kerak. Bularni bolta bilan olib tashlayman. Va hozir men qo'llarni almashtirib chiqaman. Eshikni qurib olaylik. Eshigi ham tayyor. Yo'llarni yopib olish kerak. Va bularni olib chiqaman. Menimcha zo'r restoran chiqadi degan umiddaman. Bo'ldi, chirgan pol qolmadi menimcha. Endi o'tlarni olsam bo'ldi. Ajralgan hisoblanadi. Ham o'tiribdi mana. Va bo'ldi, sinamgina joy bo'ldi restoran uchun. Ichini jihozlaymiz. Bu kerak. Bular endi bizlarga kerak emas. O'tirishga kerak bular. Mana bu fakir albatta kerak bo'ladi. Sandiq, pechka va boshqa narsalar. Ularni ham olib olsam. Suv albatta kerak bo'ladi. Ko'mir ham. Bo'ldi.
Endi jihozlaymiz. Buni bu yerga qo'ysam, bu yerga esa mana bunaqa kichik eshik qo'yamiz. Katta qo'ysak yarashmay qolishi mumkin. Sandiq va pechkaga ko'mirni solib qo'yamiz. Sandiqqa joylaymiz. Bo'ldi, bizning ko'pimiz tayyor. Endi odamlar o'tirishi uchun joy qilamiz. Qishloqda odam uncha ko'p emas, shuning uchun ham kichkina qilsak ham bo'laveradi. Mana tayyor. Fotellarni qo'yib chiqamiz. Menimcha normalniy restoran bo'ldi. Hech qanaqa kamchiliklar qolmadi. Atroflarni ham bir ko'zdan kechiraylik-chi. Atroflari toza ekan. Endi bizga kerak bo'lmaydi. Bularni chiqarib tashlaymiz. Shu yerga qo'yamiz. Va bizni restoranimiz tayyor do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, bu bizlarning kichik restoran. Uyimdan xabar olaychi. Hammasi joyida uyimda. Og'irliklarim ham o'sib ketdi. Og'irliklarni olaman. Endi sandiqqa qo'yamiz. 40 ta ekish shart emas. Ertaga ekaman. Bular ham menga kerak bo'lmaydi. Endi restoranimda o'z ishimni qilaman. Avval JTLga xabar berishim kerak. JTLga aytsam bas. Salom JTL. Salom Zirayzen, yaxshimisan? Ha, o'zing yaxshimisan? Ahvollar yaxshimi? Bilasan, men restoran qurayotgan edim, senga xabar bergan edim bu haqida. U ochildi. Agar bo'sh bo'lsang, odamlarga aytib qo'y. Senga oldinga shuning uchun kelgandim. Ha, mayli, hammaga aytib qo'yaman, Zirayzen. Ha, xo'p, rahmat. Uzr. Demak, ketdik. Restoranga boramiz. Qani restoranga kim kelar ekan endi? Bu yerga bitta kursi qo'yishim kerak edi. O'tirish uchun. Baribir ko'p vaqt bo'sh bo'laman ekan. Bitta kursi qo'ygandim, hozir olib keladi shuni. Juda och bo'lib ketibman. Mana. Mana restoranimiz endi rostdan ham tayyor bo'ldi. Endi faqat odam kelishini kutsak bo'ldi. Ozgina uxlab olaman.